O'zbekistonda qishloq sharoitida elektriklar kuniga qancha pul topadi? Ungacha taxmin qilib turinglar. Videoning oxirida narxini aytib o'taman. Bu yerda qilinadigan ishimiz tashqaridagi hisoblagichni uy ichiga olib o'tish va xavfsizligini yuqori darajada qilib berish. Butun boshli uyga bitta avtomat qo'yib qo'ygan, shu to'g'rimi? Bizga mahsulotlarni Wow Lightingdan yetkazib berdi, dastavkasi ham ichida ekan. Agar do'kon sizga qiziq bo'lsa, daraktimizga lokatsiya so'zini qoldiring. Birinchi bo'lib biz shitning proyektini chizib oldik. Bu yerimizga hisoblagich tushadi va biz firfakortni qatirishdan boshlab oldik. Avtomat va firfakortning o'rtasida bitta qalam joy qolishi kerak, nakonechnik demak kirish uchun. Planka va firfakortlarimizni qatirib oldik. Endi montaj uchun bizga PVZ kabel kerak bo'ladi. Aytgancha nakonechnikdan foydalanish esdan chiqmasin, chunki qizishini oldini oladi. Shit ichidagi yorug'likni ta'minlab beruvchi chiroqlarni o'rnatib olamiz. Ko'rib turganingizdek shitimiz ham tayyor. Endi ustunovkasini birgalikda qilamiz. Birinchi bo'lib shitni joyini ochib olamiz. Shitni mahkamlab olish uchun albastr tayyorlab olamiz va ichlariga yaxshilab albastrni surtab olamiz. Shitni ehtiyot qilib joyiga o'rnatib olamiz. Albatta urvinni ko'rib qo'ying. Devorni perforatorda o'ymaymiz, chunki kabelga shikast yetishi mumkin. O'shaning uchun teshadan foydalanamiz. Gap isboti bilan 1, 2, 3 uchta joydan kabel chiqdi. Kabellarimizni tashqaridan o'tkazib olamiz. Hisoblagichni shit ichiga o'rnatib olamiz va shitimizni quti ichiga joylashtirib olamiz. Istalbadan tushgan pitaniyamizni hisoblagich ichiga mahkamlab oldik. Firfakortlarni chiroyli qilib yopib olamiz. Strichlarni ehtiyot qilib shilib yuboramiz. Va'da qilingandek narxini aytishimdan oldin obuna va like bosib qo'yishni esdan chiqarmaymiz. Bu shitimizning xizmat narxi $100 bo'ldi. Keling shit haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Boshiga 2 polisli galani avtomat qo'yganmiz. Qisqacha kuyib qolgan payt 1 polisli 50 amperli avtomat qo'yganmiz. Yoniga uzuv avtomatlarini ham qo'yganmiz, odam tok urganda himoya qiladigan. Ishimizni sifatliroq chiqishi uchun UKKlardan foydalanganmiz, ya'niki avtomatlardan perimichga qilmasdan shu yerdan tarqatganmiz. Shitimizni yoritish uchun LED lampalardan foydalanganmiz va datchik движения qo'yganmiz. Stabilizatorga joylar ham tashlab ketganmiz. Ikkitasi in, ikkitasi out, ya'niki kirdi chiqdi. Aslida stabilizatorda kabellarni ham chiqarib qo'yganmiz. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizda bundan ham qiziqarli kontentlarimiz bor. Aytgancha shitimiz narxiga arziydimi? Kommentariyaga yozib ketamiz.